$200 bilan 4 yilga oylik to'lov chiqadigan mashina bu Haval H9 mashinasi bo'ladi. 7 ta o'rinliqli, e'tibor berasiz. O'rinliqlar ham kattagina 7-o'rinlig'i. 220 volt toki ham bor mashinada. Bemalol toqqa chiqqanda foydalansangiz bo'ladi. Orqa dizayniga alohida e'tibor berasiz. Juda ham chiroyli chiqqan. Uzunligi 5 metr, 2 metr yerdan balandligi, salon kengligi ham 2 metr. Salon dizayniga alohida e'tibor berasiz. Ekoko'ja Obshifkalari ham ekoko'ja. Yo'llari juda ham chiroyli chiqqan. O'rindiqlar isitadi, sovutadi. Orqasi ham xuddi shunaqa. Massaj funksiyalari bor. Barda xolodilniy, katta panorama tom, skoroslari ham jo'stik, беспроводной zaryadniy, rolni o'zini boshqaradi. O'zida aromatni chiqazib beradigan osvetlitellari ham bor. И plus kayfiyatingizga qarab o'zi nastroyka qilib beradi mashina atmosferasini. 4 ta bolani tortadi. 2 litrli turbo dvigatel mashinamizda 218 ot kuchiga ega. 6 xil yurish rejimi bor mashina, ya'ni qorda ham, qumda ham ketaverasiz bemalol. Juda ham katta, 7 ta o'rinliqli mashina hisoblanadi. Agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, avtosalonimizga kelib tezroq qilib ko'rsangiz bo'ladi. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozor Promzonaning yo'lida joylashganmiz. Pastdagi nomerlarga telefon qiling, lokatsiyani ham tashlab berishadi. Hammani avtosalonda kutib qolamiz. Qaytgancha $200 oylik to'lov chiqish uchun avtomobilni tan narxidan 80% ni to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda kamroq budjetingiz bo'ladigan bo'lsa, 35% boshlang'ich to'lov bilan ham o'zini narxini bo'lib to'lashga faqat 1 yilga olishingiz mumkin. Avtomobilning narxi 569 million 900 ming so'm bo'ladi. Bu eng full pozitsiyasi.